Tabobat olamida juda suyaklar uchun foydasi katta bo'lgan o'sha kavrak shirasi birodarlar. Agar sizda suyak yemirilish bo'lsa, artrit, polartrit, revmatizm, grija bo'ladigan bo'lsa, juda ko'p insonlarga berdik. Shifosi juda ham zo'r. O'sha xalq tabobatiga, tabobat olamida bo'g'imlar og'rishiga, suyaklar og'rishiga, beldagi grijalarga, ko'ksartiroz, ya'ni suyak yemirilishiga juda yaxshi yordam beradi. Buni deyarli juda ko'pchilik bilsa kerak. O'sha kavrak yelimi, mana shu kavrak yelimni kechqurun uxlashdan oldin moshdan kattarog'ini yarim stakan qaynagan suvga solib, ozgina asal solib, yaxshilab aralashtirib kechqurun uxlashdan oldin ichsangiz agar bo'g'im og'riqlariga, suyak yemirilishiga, artrit, polartritga, revmatizmga juda yaxshi yordam beradi. Bo'g'imdagi shamollashlarga, o'sha bo'g'imlar qaqshab og'riydiganlarga ham juda yaxshi yordam beradi. Qonni sustaf bo'yicha davolaydigan xususiyatga ega birodarlar, uy sharoitidagi do'stlaringizga jo'nating, xudo xolasa yaxshi yordam beradi o'sha kavrak yelimi, kavrak shirasi.